lab qurishi, vitamin A, sudirgi, magniy, soch to'kilishi, biotin, tez shamollash, vitamin D3, yomon xotira, omega 3 va B guruh vitaminlari. Teri osilib qolgan. Kollagen, Sochlarim to'kilyapti. kollagen, Tirnoqlarim sinyapti. kollagen, Juda ham holsizman. kollagen. Suyak va bo'g'imlarda og'riq bor. Albatta, kollagen. Do'stlar, mana oldimda 4 xil ta'mli mevali kollagen turibdi. Darrov aytib o'taman, ushbu mahsulot 100% tabiiy va halol. Agar sizlarda ham tepada aytib o'tilgan muammolardan biri bo'lsa, bemalol mana shu organik kollagenlarimizdan buyurtma berib, iste'mol qilishingiz mumkin. Natija sizni lol qoldiradi. Miroshoq, teri yomonlashdi. Vitamin A, O'g'rilar chiqdi. sink, Energiya yetishmayapti. vitamin C, Sochlarim to'kilyapti. biotin, Tirnoqlarim sinyapti. kalsiy va magniy. Shu vitaminlarni buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Bu 5 ta vitaminni har bir qiz va ayollar ichishi kerak. Birinchisi vitamin D3, gormonlarni qo'llab-quvvatlaydi va energiya beradi. Ikkinchisi vitamin B6, asab tizimini yaxshilaydi. Uchinchisi foliy kislotasi yoki B9. U hujayralarning yangilanishiga javob beradi, ayniqsa homilador ayollar uchun juda ham foydali. To'rtinchisi B12, zaiflik va charchoqlikka qarshi kurashadi. Beshinchisi temir, gemoglobinni oshiradi va asab tizimini yaxshilaydi. Magniy, 10 stressni kamaytiradi va uyquni yaxshilaydi. Omega 3, 9 yallig'lanishni kamaytiradi, yurak va miya salomatligini yaxshilaydi. D3 va K2, 9 ball kayfiyatni yaxshilaydi va immunitetni mustahkamlaydi. melatonin, 7 ball uyqu vaqti buzilganda uni tartibga solishga yordam beradi. kreatin, 10 ball eng yaxshi sport oziqalaridan biri, energiya beradi, kuchini ko'paytiradi va mushak massasini o'stirishga yordam beradi. protein, 8 ball agar oqsil yetishmovchiligi, ya'ni defitsiti bo'lsa, ichsak bo'ladi. Shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'ling.